alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar va Agrexport kanalining obunachilari. Bugun uzun mavzu sizga gapiramiz. Mana 2022-yildan beri katta tubdagi daraxtlar tanasi qurib taxta bo'lish sabablari haqida gaplashamiz va kasalliklari va ko'chat kasalliklari haqida gaplashamiz. Ko'chat o'sishi haqida. 2022-yilning oxirlarida uzumlarda sog'urdi va o'shani asorati qolib ketdi. Daraxtlarga ta'siri ko'p bo'ldi. Ko'p daraxtlar daraxtlar qurib ketdi, tanasidan shirali suvlar chiqib ketdi. Ma'lum miqdorda chiqqanlari bor. Keyin o'shalar yildan yilga hosili qisqarib boraveradi, o'sishsiz bo'laveradi, mevalari kichkirayib boraveradi, gramin bo'lib boraveradi, donlari kichrayib, hosili boshlari nima bo'lib boraveradi. Shu sababli daraxt kesganda chekkasi millimetr namligi qoladi, o'rta qismlari quriydi va oziqa yetib borishi, oziqani suvni berishi sustlashadi. Uni tagidan chiqqan novdasini chiqarib turib sog'lom qilish kerak va hosilni yaxshi olish kerak, kelajaklik hosil bo'lish kerak va hosilni ko'p qo'ymash kerak. Keyin ko'chatga keladigan bo'lsak, qalamchani shu olishdan oldin har yili misol kimyoviy preparat ishlatgan bo'lsangiz, original toza zavod sinovidan o'tkazgan kimyoviy preparatni olsangiz, ishlatgan bo'lsangiz, o'sha novdasi toza bo'ladi va ko'chatni tayyorlaysiz. Ko'chat ekishda suvga ahamiyat berish kerak. Keyin 2 oydan keyin yangi ekilgan ko'chatlarda 2 oydan keyin amofoz va metronpoz berish kerak. Hosil kelgan davrgacha ko'chatlar ko'p suv xohlaydi. Ko'p haddan ziyod emas, normasi bor. 50%, 60% miqdorda suv beriladi. Undan oshib ketmasligi kerak. Va ko'chatni ko'klaganda kimyoviy preparatni tozalash kerak. Bu uzumchilik maqsadiniki mahalliy uzumlarda kasalliklar ko'p bo'ladi va Husayni Damska uzumlarida buqoq kasalligi tushadi. Buqoq kasalligi ko'p sug'orish holatlariga bo'ladi, sabablari bo'ladi. Tagi nam, xom to'ki to'g'ri bo'lmagan, sho'r kasalliklari va buqoq tushganda meva yaxshi pishmaydi, ko'k bo'ladi, bora-bora ketadi. Bo'g'im shishib ketadi, oziqqa yetib kelmaydi va yaxshi nima bo'lmaydi. Sabablari xorijdan kelgan uzumlarda unaqa buqoq kasalligi yo'q, lekin ko'p sug'orsangiz unda ham qand moddasi ko'p pasayib ketadi, unda ham kasalliklar tushadi. Unda boshqacha yo'nalishda bo'ladi. Keyin xorijdan kelgan navlarda o'zimizning mahalliy uzum navlariga payvand qilish taqiqlanadi va o'zining maxsus paymandi bor. Taqiqlangan sababliki toza kasallikni toza qilsangiz keyin payvand qilsangiz bo'ladi, bo'lmasa maxsus paymandi bor. Shuni o'ylasangiz. Yo'q, tiyani ilib qo'yganman. Shuni nima qilsa bo'ladi? Siz daromad olmoqchi bo'lsangiz, hovlingizga ekilgan daraxtlaringiz bo'lsa, sog'urdi, yo bo'lmasa kasal bo'ldi, yo bo'lmasa boshqa kazo, daraxtingiz taxta bo'lganini sabablarini bilmaysiz. Sabablariki asorat qolib ketgan bo'ladi.
sovuq minimum 20 gradus bo'lgandan keyin sovuq urgandan keyin daraxt yildan yilga qurish boshlaydi, hosillar pasaya boshlaydi, novdalar ingichka bo'lib qoladi, boshlari mayda bo'lmaydi, sifatsiz bo'lib qoladi. Shunga sizlar ahamiyat berishlaringiz kerak. Salomat bo'linglar, tashakkur.